Bir kuni turistlar timsohlar boqiladigan fermaga borishibdi. Shunda ferma egasi turistlarga bir g'alati taklifni beribdi. Kim ko'lga o'zini tashlab, qirg'oqning narigi betigacha tirik qolsa, $1 million mukofot beraman debdi. Hech kim bu taklifga ko'nmay turgan paytda ularning orasidan bir inson o'zini shartta suvga tashlabdi-da, qirg'oqning narigi betigacha dadil suzib ketibdi. Omadi kelib ko'ldan eson-omon chiqib olibdi va hammani lol qoldiribdi. Ferma egasi u odamni g'olib deb e'lon qilibdi. 1 millionni yutib olib, mehmonxonaga qaytgan u turistga mehmonxona menejer kelib aytibdi. Siz qanday qilib xotirjam timsohlar turgan ko'lga sakradingiz debdi. Shunda haligi odam men sakramadim, meni kimdir itarib yubordi debdi. Shu payt haligi odamning ayoli miyig'ida kulib qo'yibdi. Ya'ni xulosa shuki, har bir muvaffaqiyatli erkakning ortida uni itarib yuboradigan ayoli turadi.